to'la menga Bono Shifodan mana shunaqa kosmetikalar keldi. Xodivey kosmetika. Sizlarga hozir bitta ko'rsataman. Mana bunisi soch uchun sprey. Sochni ildiziga sepilar ekan, sochni to'kilishini olar ekan. Buni ishlatib ko'raman. Hali men bugun oldim bu mahsulotlarni, hali ishlatib ko'rmadim. SPF ni ishlatdim, penkasini ishlatdim. Yuz uchun kremi bor ekan. O'shani ishlatdim, menga yoqdi. Hozir ularni ham ko'rsataman. Mana shunaqa idishlarda. Mana bunisi lanolin krem, ajinni tushishini oldini olar ekan. Mana bunisi anti-pigment krem, yuzdagi dog'larni yo'qotadigan krem. Bunisi gold mask. Hali bularni ishlatmadim. Ishlatib ko'raman. O'sha sabrim chidamay ketyapti ishlatishga. Qo'l uchun krem, buni ishlatib ko'rdim. Menga yoqdi, yumshoqlar ekan. Keyin kuchli o'xit krem, bu menimcha namlantiruvchi krem bo'lsa kerak. Men shuni ishlatdim, menga yoqdi. Yumshoq qildi yuzimni. SPF 50+ emas, SPF 80+ ekan. Bunda ko'rsatayim sizlarga. Mana. Buni ishlatdim. To'g'risi menga yoqdi. Ham yuzni oppoq qilib qo'yar ekan, tonalkadan oldin sursanglar zo'r yotqizib berar ekan tonalkalarni. Poralar bo'lsa, poralarni ham zo'r yopar ekan. Men shuni hozir ishlatib ko'rdim, menga yoqdi. Keyin men bunaqa penkasini ham ishlatib ko'rdim. Penkasi ham yumshoq qilar ekan. Penkasi ham yoqdi. Qolganlarini ham ishlatib ko'rib, men sizlarga aytaman qanaqaligini. Keyin Instagramdan profillarni qoldiraman. O'zlariga yozsanglar, yuzingizning terisi qanaqaligini o'sha teringizga moslab o'zlari tayyorlab berar ekanlar bu kremlarni hammasini. Men ham yozib o'rgandim. Meni yuz terimga moslab tayyorlab jo'natib yubordilar. Endi bularni ishlatib yuzimni terisini yana ham chiroyli qilaman.